Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli uzumshinamandalari, dehqonlar, guruhdoshlar hamma sog' salomatmi, charchamayapsanmi? Bugun biz xudo xolasa 7-avgust sanasi 2026-yil Oltiariqqa uzum sayliga xudo xolasa yo'l oldik. Mana uzum navlarimiz bilan xudo xolasa yaqin oling. O'zimizning mahsulotlarimiz bilan bo'lyapmiz. Xudo xolasa mana Everest degan nav, bu ham o'zi pishib yetilgan o'ta donlari yirik. Qizil Husaynim bor. Bunga alohida e'tibor berasizlar. Xudo xolasa kasuldoq kelajagi bor uzum nasib bo'lsa. Rembo endi bular pishib ertangina pishib yetilgan. Mana bu hammaga mashhur preobrazение. Bananas endi bular tugab ketgan. Baholi qudrat boricha Novoshaxtinskiy muskat, Energodar, Valgadon va White Rose. Atirgul ta'mi keladigan navdan ham endi ilindim sizlarga xudo xolasa inshaalloh. Keyin bu tomonda mana erta pishirlardan malchik spalchik, o'tda shirin, erta pishar. Krasava degan navimiz bor, qarsildoq, bu ham erta pishar. Chorniy kristal deganimiz ham bor ekan mana. Mana ratatoy paxta qanti ta'mi keladigan uzumimizdan ham oldik xudo xolasa. Mana bu Alisa Srenich bu kechki, lekin rangi juda chiroyli, ajoyib qarsildoq. Bu ham yaxshi nav. Mana bu endi boshqacha endi landish. Muskat ta'mi bor, yeganda gulda ta'mi keladigan. Dneprovskiy manikir finger, bu ham qarsildoq, juda Qrimdan kelgan. Pestry muskat ta'mli, juda ajoyib. Naxotka kabo'gin oldim xudo xolasa. Roza krasnaya degandan ham oldim xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh ertaga 8-avgust sanasida ko'rishamiz xudo xolasa. Hammaga borishni taklif qilaman. Salomat bo'linglar, yaxshiliklarni ko'rishaylik xudo xolasa. Hammaga oq yo'l, yaxshiliklar ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.